Zahiruddin Muhammad Bobur 1483-yil 14-fevralda Andijonda tug'ilgan. Amir Temurning 5-avlodi. Farg'ona hukmdori Umar Shayx Mirzoning farzandi. Bobur 12 yoshda taxtga chiqdi. Tolei yo'q jonimga baloliq bo'ldi. Har ishniki ayladim xatoliq bo'ldi. O'z yerni qo'yib hinsori yuzlandim yo Rab, netayin ne yuz qaroliq bo'ldi. Bobur Hindistonga yurish qilib 3 asrdan ortiq davom etgan Boburiylar saltanatiga asos solgan. Bobur shoh va shoir sifatida tanildi. Uning Boburnomasi bugungi kunga qadar mashhur. Ko'pdan beri kim yoru diyorim yo'qdir. Bir lahza u bir nafas qarorim yo'qdir. Keldim bulsori o'z ixtiyorim birla, lekin borurimda ixtiyorim yo'qdir. Andijonga borganingizda yor va birodarlarga mening salomimni yetkazgaysiz. Aytingkim, men dunyoning qaysi nuqtasida bo'lmayin, kindik qonim to'kilgan ona yurtim Andijonimni hech qachon unutmasmen. Bobur 1530-yil Agrada vafot etgan.